Okey, başlama. Assalamu alaikum. Şu torun aldıda anlavatkan barlıq vatandaşlar. Bugün biz Doktor Qahar Barat'ınki yakında bu bir kitap okup çıkıp şu to'g'riliq bir yurish leksiyalarini WhatsApp gruplarida ve Facebook'la tarqatdi. Bu nayte yaxshi bir mazmunliq kitap. Şu kitapning nimasini ommabop tilda o'zining fikrlarini almashtirib, nayte yaxshi so'zlab keldi. Endi şu so'zlaganlarni texnik yer rivojlantirgan ahvolda buni biz ekranga olib chiqdik. Oldida meni nima qilish uchun men o Qahar Baratni Doktor Qahar Baratni men bunun bilan og'ayni bo'lganki Qahar Baratni deb so'zlayman. Chun bir tanishtirib aytay. Qahar Barat ikkimizning tanishi bek uzun. Burun Sharq Turkiston vaqtida Sharq Turkiston universitetida o atalmış Şinjan Üniversitesi'de Qahar Barat Tarihi Fakültesi, ben matematik fakültesinde ders ötettim. O vaqtlarda ben o tarih diye Uygur tarihi diye birimlerini düzmettim. Şu vaxtımız Qahar Barat'ına yeni verip anca bu sözlügen tarihlerini anlap gelir. Öyleri barattık ya bir oturaş sorunlar bolsa biz bu şu vaxtlarda bunu anlap. Mında İslam Uygur tarihiga bo'lgan bir muntizam mening o'rganishim, dastlabki bo'lgan qiziqishim mush Qahar Baratninki shu vaqtlar so'zlashidan boshlandi desam bo'ladi. Chunki uning oldida biz yezig'i tushdik, sarog'i tushdik, ziyoli bo'ldik, universitet o'qidik. Mening kasbim matematikni o'qib yurgan undaq birimlarni Uyg'ur tarixini o'rganadigan vaqtlar kitoblar yo'q diye odat kitobxonlarda. Bular tarix bo'lgandikin, tarixchi bo'lgandikin, bular bu kitaplarını okuyken, bu kitaplarını tədqiq qilgandikin daim şahta Qahar Barat'ның yeniği berib sorularda bunundan nurgun tarihi kitaplarını okup gelgen, yakında Uygur tarixini dəslabda manda muntizam xarakterlik öğünüşüm meningki şu vaqtlarda oquşum, anglışım desem bo'ladi da kitaplar tek yo'q diye şu Qahar Barat'da dəslabda ko'rgan vaqtda boshlangan. Keyin Qahar Barat'la biz chatga chiqmasda shu Sharq Turkiston Üniversitesi'nin İngilizce fakültetiga berib, TOEFL deydigan bir chatga chiqadigan o'quvchilarga tayyorlik qiladigan dars batdi. Shu vaqtlarda bil anglagan biz darslarda. Shu vaqtlarda bil anglab, endi Qahar birinchi bo'lib chiqib ketgan. Men Qahar Baratninki qisqa bir misli deb beray. Hammanglar bilsaq, bu Qahar Barat to'rlarda so'zlab yurgan, hammanglar tonish shunda bo'lsa-mi, kichkan qilib qo'yay, men bir sirimni oshkorlab qo'yay. Men hamma o'sha donliq odamlarning mana biografiyasini saqlayman. Ama Qahar Barat 1980-yillari Minzu Xueyan deydi-ku, Xitoydagi Zhongyang Minzu Xueyan deydi. Shu Minzu Xueyanni degan bu. 1986-yili tunji qitim aşı rasmiy imtihon berib, shu vaqt tab berib Harvard Universitetida kelgan. 93-yili O'rta Osiyoni tadqiq kasbida doktorlikni shu vaqtda olgan Qahar Barat. Tunji hozirgacha deyman-ku, doktorning Harvard Universitetiga Amerikaning eng esil birinchi xalqaroliq birinchi o'rin turgan universiteti u. Amerikaning nurg'un siyosatchilari, boylari, masalan, mushu Microsoft'ni qilgan Bill Gates, Facebook'ning nazariyatchi bular hammasi mushu Harvard Universitetidan chiqqan. Amerikaning siyosatchilarining nurg'un prezidentlar, masalan, Obama deymiz, nurg'un prezidentlarmi Harvard Universitetidan chiqqan. Bu nayte Amerikaning prestij university deydi, nayte oliy bir intayin bir muhim universitet. Shu maktab püttegan. Uningdan keyin uning 98-yillari Harvardda bir necha yil dars o'tdi, keyin Yale Universiteti dars o'tdi. Amaliyotda 2000-yili shu vaqt men esim bor, vaqtda men Amerikaga kelib bo'lgan, 87-yili kelgan. 17ga Uyg'urlar uchun projektga pul elish to'g'riliq tunji qitim iltimosni Qahar Barat yozgan. Biz Uyg'urlarning ahvolini qilish uchun projekt qurish kerak deb 17ning pulini tunji qitim Qahar Barat shuni yozgan. Hozir menda istak 17ning pulininki ichish yo'lini ichib o'tganda bu 2002-yili Uyg'urlar nima chet elda qandoq terab turdi degan maqolni yozgan. Bu yiliqi Uyghur orollari, Uyghur mahallarini qurish kerak degan bu ideyani tunji qo'ygan. Kim men rahmatli Ablekin Baqining uyiga borganda, Ablekin Baqim Qahar Baratning mush ideyasini anglab, biz
qahar baratqa aşı mushi ideyasini qo'ygan uchun qaharizm degan nima nazariyasi atalg'ini bersak bo'ldi deb shu rahmatli Abdukim Baqi shuni deganda bu 2003 yili G'ulja qirg'inchilik to'g'riliq dokladlarni bergan. 2017 2019 yili Oqsaroyda Amerika Kongress davlat majlislarida bu nurg'un qitim ashalar so'zlagan, Rabin Damnomning tarjimoni bo'lib kongresslarda so'zlagan, senatorlarni so'zlagan bu jarayonda noit jiq ishlarni so'zlab o'tib ketgan. Qahar Barat bugun lekin yaqinda qarsam nima George Friedmanning kitobini o'qib 5-6 leksiyani Facebook, WhatsApp'larda so'zlab qo'ydi. Bu kitob men o'qib baksam mazmuni noit yaxshi. Bu kitoblarning mazmuni haqiqatan barliq odamlar bilishga tegishli ekan. Eliqi ushshaq-tushshaq gaplardan ancha ish chiqmaydi. Cho'ng bilim ololmaymiz. Mushundaq donliq yozuvchilarningki naslini bizning xalq tunishtirish bu intayin muhim. Qahar Barat bir vaqt deydi-ku, har bir Uyg'urlarning safosini, saviyasini o'stirmoq desak, har bir Uyg'ur mushu 300 kitobni cho'qim o'qish kerak deb 300 kitobningki tizimligini bizga qo'yib qo'ygan. Men asosiyatdan o'qib bo'ldim jumonglar bu kitoblarni. Har hafta bir kitob o'qiyman. Bu 300 kitobning nimasini mush o'ttir qo'ygan, night muhim. Shunga bugun ma George Friedman'ningki kitobini bizga tunishtirgan xarakterlikda o'zining fikrlarini, ko'z qarashlarini, bu kitobni o'qish jarayonidagi analizlarini bizga o'ttir qo'ymoqchi. Men avval bu kitobning yozuvchisini sizlarga qisqa tushuntirib o'tay. Bu bir yiliqqa oddiy manda odam emas. Oldi bilan Ahmad Fidoyevga deb qo'yay, bu odammi, bu yozuvchimi Gollandiyalik. Sizlarni Gollandiyadan yomon odamlar chiqdi dunyodagi matematikada Gollandiya doim xalqarada 3 o'rinda turdi. Bu odamlar Gollandiyada tug'ilib Amerikaga kelib cho'ng bo'lgan. Bu yozuvchi George Friedman bo'lsa, jug'rafiyalik siyosiy oldin ma'lumot berguchi deydi. Ashuni desak bo'lamdi-ku. Geopolitical forecast'ini men oldin ma'lumot berguchi deb tarjim qildim. Amal yo'q, nima deymiz uningga boshqasini borib Falchi desak bo'ldi. Falchi yomonilikqa asos yo'q so'zlaydi-da, asos yo'q, bir faraz. Bu odamlarningki tuanda tushun so'zlaganda emas, butunlay statistik orqali yozgan. Bu odam o'zi yozuvchi, ham xalqaro ishlar strategiyachi, Amerikada nufuz odam. U geopolitika future Uyg'urcha jug'rafiyalik siyosiy kelgusi degan dunyo voqeasini musofisini tahlil qilish va mo'ljarlash to'r nashriyatining qurg'uvchisi va raisi. U tuandagi kitoblarni nashr qilgan. Bu har bir kitob New Yorkda bestseller, eng yaxshi sotilgan kitoblar bo'lib nom olgan kitoblar. Birinchisi bu Uyg'urchasini o'qidim, inglizcha o'qimadim. Yaponiya bilan bo'ladigan urush. Buni yozgan birinchi kitobi. Ikkinchisi 21-asrdagi kuch, texnika va Amerikaning dunyo hukmronligi. Bu odam yozgan 3-kitob axborot afzalligi. Ushur davrida qanday foyda ilish kerak. 4-kitob bu odamning yozgan kitobi Amerikaning maxfiy urushi. Amerika bilan uning dushmanlari o'rtasidagi dunyoviy yoshirin kurashning ichki qismi. Bu kitobni men o'qigan, nihoyat yaxshi yozilgan kitob. 5-si bugun Qahar Barat bizga tunishtirmoqchi bo'lgan forecast for the 21st century. Kelgusi 100 yil 21-asrdagi asrga mo'ljar. Uningda u odam yaqinda yana bir yozgan kitobi keyingi 10 yil dunyo qanday bo'ladi. Andin 2020-yil yozgan bir kitobi u odamning qiziq nuqta flashpoint. Yevropada yaqindan ko'rilgan krizis. Yaqinda eng oxir e'lon qilgan kitobi bu odamning hozirda e'lon tinchlik oldidagi bo'ron chopqin. Amerikaning inoq bo'lmasligi 2020-yillari yetib keladigan krizis va kelgusidagi g'albalar. Amerikaning inoq bo'lmasligi birinchi bu masala. 2022-yil keladigan qanday krizis va kelgusidagi g'alba. Bu odam o'sha 7
kitobni e'lon qilgan. Hozir yana YouTube'da bir kitobni anglsam. Bu shuning uchun Doktor Qahar Barat bugun bizga taqdim qilmoqchi bo'lgani kelgusi 100 yil 21-asrdagi mo'lchar. Bu kitobda George Friedman 21-asrdagi asosli jo'grafiyalik siyosiy geopolitika voqealar va yuzlanishlarni mo'lcharlashga urindi. George Amerikaning butkul 21-asrda yanıla dunyo yetakchiligidagi darajadan tashqari cho'ng davlat ekanligini mo'lcharladi va 21-asrning tarixiy asosligi boshqa dunyodagi cho'ng davlatlarning Amerikaning yetakchi o'rniga jang e'lon qilishi sinoqlardan tarkib topadi. Gerçi asasligi mushu asrning geopolitika va urush haqida to'xtalgan bo'lsa-mu, kitob 21-asrning iqtisodiy, ijtimoiy va texnikasiga ba'zi farazlarni o'ttirga qo'yilgan. Doktor Qahar Barat Facebook'ta ve WhatsApp'ta 5-6 leksiya so'zlab bu mazmunlarni ommabop tilda tonuşturup keldi. Bugün Doktor Qahar Barat mushu kitobdagi demografiya mazmuni ustida to'xtab ve bu o'zgarishda Uyg'urlarga duch kelgan jiddiy masalalar ustida to'xtamoqchi. Assalomu alaykum Qahar Barat, qanday ahvoling? Yaxshi turamsan? Yaxshi. Abay sening nimang bilan ikimiz yama uzun tanışıp olgan ki, Qahar Barat deb so'zlayverman. Endi Qahar Barat ikimiz sallashaveramiz. Ma Qashqardagi bolalarni sallab qo'ysang achchiq kelchi sildimidingiz deb. Ma'u amsi Qahar Barat ekranda sana beray, sen amsi so'zingni so'zlayvergin. Leksiyani başlagan ben sana qisqa tushun. Arliqlarda o'zimning bo'lgan savollarni men sana qo'yib manaman. Rahmat, Mevlan nayti qisqa canlı qilib tanıştırdım. Şu Mevlan tanıştırgandek mana bu kitap şu. George Friedman'ın Kelgisi 100 yıl degan kitabı şu. Bu kitap ne asli şu Avustralya'da bizning bir Uyg'ur hanım Uyg'urcha tercüme qilib bo'lgankan necha yil burun. Hozirgacha kitapni tek ko'midim. Shu chaqda shu kelgusi nazarda bir anlagan shu vaqtgacha xabarimiz batdi. Shunlashqa bu kitapningki meningki endi qo'limga olganim ikkinchi tercüme bo'ldi. Yaxshi kitaplar 10 qatim tercüme bo'ldi odatda. İkinci tercümesi bo'ldi. Men hozir buningki 6 babını tugatdim tercümede. Ham bunu mu mening qizim Nurshan dada bu George Friedman'ninki kitabı bak muhimki o adam bilan yig'inni ko'rishdik. Ahamiyat ekan deganniki men qayta diqqat qildim. To'xtab tura bu qanday nimgida ichi qarsam haqiqatan har bir bablarda shu bizning ko'z oldimizdagi shu geopolitik realliklarni yaxshi tahlil qildi. Bu adam endi forecast, palchi endi kelgusini paraz qiladigan. Bu bek muhim kasbkan. Washingtonda shunday bir maxsus idora bor ekan. Hozir Amerika to'g'ri qarsam kelgusini paraz qiladigan institutlar xeyl bor ekan. Bularning maqollari birsidan yaxshi. Shunday ish. Ma'u endi tunogin texi mening qizim Nurshan bir xabarni dedi. Shu Indo-Pasifik haqida bir tadqiqot kelgusi haqida bir muzokara qiladigan bir Open seminardan birini içipti deydi. Şununla bu şu nimsini bana dedi. Muşine emdi Nurshan siz bir adli qilib tapasınız. Şu seminar qanday iş bu? Salam. Hazır US Indo-Pacific Strategy Educational Toolkit ba. Müşkünde altı hafta üyütüdike bikalıqqa balağa şu ayınki 13. günde başlaydık and then April 21st. Şki profesörler bakya birisi Professor Ambassador Piper Candle. Bunun background'si şu nime Administrative Director of the U.S. Foreign Policy and Global Governance Programs. Şuna şu ayal bizga ügütüdüğün boldu. And then bu ders haftada bir qatam görüşdük. Şuna online training toolkit created by the East-West Center in Washington D.C. Siz rencime başladın ama şu bayatan cümlelerini. Okay. All depth course
mush ayının 13 günde başlaydı. March 13, April 21st, 2023'de tügeydi. And then şiki professor ügütüdü, Professor Ambassador Piper Candle and Professor Kunuka Ashzawa. Şikisi ügütüdü. Ben bunun linksini evvelsen buldu. So undergraduate or graduate students in the US in the Washington DC or DMV area'da katnaştı buldu. Rahmet. Ben tor arkalık anlığını bulmam dike başka yetkili anlaymış değilse. Bulduğu deyim, şu hepte de bir kadar görüşüdü online. So men aşı linkini evvelsen buldu sizlerge. And then ahırda US Indo-Pacific Strategy Conference bulduk ya. March 14, 2023. Umu virtual buldu. Aşının linklerini men provide kısam buldu sizlerge. Oldu. Bu mu şu biz hazır devatqa şu Asiya, Xitay, China bizning şu tatbiq kelgusi ve siyasi, geopolitikal ahvalni tadqiq qiladigan eng oldida ketib qolgan yangi fresh, yangi narsalarda yangi bilimlardi. Buningga bizning şu albatta Virginia va Marylanddagi Uyg'urlar qatnashsa yaxshi, chunki bu haftada bir ko'rishadigan shu vaka. Agar ko'rishamay qolsaqmi tor orqali jiroqdagilar dersini anlasaqmı çokum şu biz hazır devatqan aytım muhim ciddi suallar meseleler aşnığını müzakir buludu debnim qılman bek muhim bir informasiya şuna haminglarninki bu şu torga qatnışıp vasnim qılsanlar onundaki Nurşen bilan aloqa buludu demekçi. Ben yo'qotib ketdim. Bir sman telefon berdi. Qanday qilsam bo'ldi bu telefonni yo'q qilib. Telefonu besi tam. Evet. Oldu mu? Oldu. Başlayalım bunu. Bugünkü sözleydiğimiz asasen bu kitap 13 bab kitap. 3. babı demografiya nüfus hakkında sözleydikken. Nüfus hakkında ben birisi bu babını tercüme kılıp taqattim. Köp anladı. Onundaki ben bu hakkında üzerindeki göz karşımını demografiya ve Uygurlar dep kısa makal kılıp sizlerge onu yolladım. Şonlaşqa bence bu köpçülük işlerden haberdar oldu. Yani bu yerde biz bunun içindeki mezmunlarga to'la nimkomasını to'la çoğunkur kirib ketmey özümüzge yani Uygurlarga bizning kelgusimizga bevosita taqishadigan aloqalashadigan mezmunlarga jiqroq vaqt ajratsak. Hem şunun için hem yeni başlamasak bo'lmaydi. Bu yer birincisi nüfus partlash degan mazmun. Nüfus partlash degan mazmun bizning 90% Uyg'ur. Biz ham bundan bexabarmiz. Nüfus partildi. Hem partlayaptı. Biz hazır partilgan şu atom bombanın şu töpede bir yerde partildi. Onundan keyin bu nüfus partlash 2100-2200 yıllar bağında onun için mındaqsa əgilib düşüdü ekan biz aşınınki 20'den yuqarıroq yerga keldik. Kelganimiz bilan olimlar bu nimalar tadqiqot qilib yurib bu portlashning to'xtab qolganligini oxiri kelib tuvanga tushadiganligini oldin ola mo'lcharladi ham ishongili bo'ladi bu gaplarga. Ham bu yerki portlash degan nima desa bu nüfus 1800 yildagi 1 milyard aholidan yer shariga 2100 yilga borganda 11 milyardga chiqadi ekan. 300 yil ichida bu aholi 11 milyardga chiqdi ekan. Bu nayte qo'rqinchli cho'ng bir portlash. Bu ayliqi matematikada Fibonacci deymiz. Aşının o'xshash o'rlab ketib zoom yuqori chiqadigan narsa. Ham chiqib agar mushu to'xtamagan bo'lsa, haqiqatan biz hammamiz yer sharida yashamasak bo'ldi. Nayte zo'r qo'rqinchli ofat o'tdi. Chunki 1 milyarddan 11 milyardga chiqadi degan gap bak qo'rqinchli ish bu. Ham mushu sababdan hozir yasagan atom bomba, yasagan zamonaviy qurol, urushlar Einstein dedi. Agar bu aholi mushundaq odam soni mushundaq taraqqiy qilaversa, cho'qim dunyoda urush o'tdi deb. Urush bo'yatdi ham bo'ladi, bo'yatdi.
Lekin şu nima desa asosan bo'shliq talashish uchun, living space'ni talashish uchun davlatlar bir-birisi bilan so'qishib, shunday qilyotdi. Hem bu so'qish hozir shunday Ukrainaning so'qishi shunday boshlandi. Mana so'qishlar shu eng oxirgi xalqlarning yer shariga patmayotganligidan bo'lgan ish. Hamda bu nupus haqidagi nupusning partilishi ve nupusninki qachon kelganda to'xtab qolganligi bu bizga nihoyat muhim bir narsa. Bu informatsiya. Bu nima uchun shunday qildi desa, nupusning partilishi bilan bu Amerikaning, Yevropaning, Xitoyning siyosatlari nihoyat cho'ng o'zgarish ketdi. Hamda bu George Friedmanlar o'xshash, UN'dagi tadqiqotchilar o'xshash, yo'q to'xtanglar, bu yer sharining nupusi to'xtaydigan bo'ldi. Ya'ni 200 yildan keyin tuvanga qarab mangdigan bo'ldi, qo'rqmanglar degandan keyin bu siyosat yana o'zgarib ketdi bu davlatlarda. Masalan, Xitoyda birth control deb shu degan bo'lib ketdi, bir one child deb Xitoy degan nihoyat qattiq kontrol ifoda. Amerika'nın mı deyilirse iki prezidentni misal alaylik, iki prezident Trump ve Joe Biden. Trump'ның vaqtida nupus partildi degan qo'rqinish chiqqandan keyin bu Meksikada bu tam yasadı. Tam yasadı Amerikaga pul yetmay, bütün Amerika'nın governmentini 2 ay to'xtatib etib, pulni akilib tam yasab shunday qildi. Joe Biden'ga borgandan keyin tuyuqsiz bir xabar keldi, to'xta. Bu nupus falan da 200 yildan keyin to'xtab qoldi ekan va tuvanga mangdi ekan. Nupus to'xtab qolsa bu ishlab chiqarishga qildigan labor emgak kuchlar yetmay qoldi ekan deb Joe Biden to'xtatib etdi, hatto echib etdi bizga chegarani. Shunlashqa xalqlar Joe Bidenni tillaydi, sen bo'shanlik qilib shu Trump hozir chegarani to'ssa, sen berib echib etib mana 1 milyon 2 milyon ispanish kirib ketdi deb tillaydi. Joe Biden dötemez. Amerikaga labor kerak. Şunlaşqa mana iki prezidentning o'tirsa siyosatning shunday cho'ng bo'layotganligi shuning bir misoli. Xitoyning bir misolini elib o'tadigan bo'lsak, nupus partildi degan gap chiqqanda Uyg'urlarni o'tadi. One child policy'da birth control qildi, shunday bo'lib ketdi. Ama yaqinda necha yilda Three children deb yangi siyosatni chiqardi. 3 child, three child. Bu child chiqqanki nima bo'ldi? Bu nupus to'xtaydi ekan. Bizga labor kerak ekan degan yangi xabar chiqdi. Demak, bu bu shu demografiyadagi bu tadqiqot haqiqatan siyosatga shunday cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Endi hozir China'da Three child policy deb shunday nim qildi. Qahar. Elik bir grafik bağ şu grafikni tushundiramti ya birdan ma'lumotlar nopos partlash. Qora grafikni chiqaringlar-chi. Mushuni biz tushun. Mushuning masalanga sen davlatlar masalan Amerika desak 1950 150 milyon, 2000 yılı 281 milyon deb mushuni olsa Xitoy 1950 yılı 563 milyon, 2000 yılıga borganda 1 milyar 260 milyon, doğru mu? Şunaqa 1 milyard 42 milyon, 42. 1'de 42. Doğru. Milyar. Bu endi mushuni sening davatqinin mushu son 2050 yil yillarni o'tishi bilan tuvanga qarab tushidi ki davatsan-ku. No. Tuvan qarab tushmaydi. Bu hozir partlashning biz en töpüge tekip çıkmadık, en yuqur bir yerde, en töpüsü qayerda desek, bu partlaş 1 milyarddan 1800 yıldaki 2200 yıllardaki 11 milyardga çıkıdı. 1 milyarddan 11 milyardga. Biz hazır nerede? Biz 9'da 7 milyardda. Demek en töpüde yuqur bir yerde, yeni yuqur çıkıdı. 9'da 7'de 10 milyard oldu. 11 milyard oldu, şununla to'xtab qoldi. Onun için 300 yıl vaqt var yine. 300 yıl vaqt ketdi. Biz şu partlashning töpüdeki ögüzning eng töpüge chiqay degan yerda shu yerda biz hozir bizning hozir ahvolimiz. Shunga hozirgi ahvolda nupus davomli yana o'rlaydi. O'rlagan bilan biladigan davlatlar biladi bu nupusning to'xtab qoldiganligini va aziydiganligini shundan ko'rib oldi. Meyadma qaharninki bir qahar niminki
Çünkü notunu demografiya ve Uygurlar dep ağango. Ben mişad gaybir atalgılarını düşündürüp bitkite. Ama demografiya diye aslı Uygurca gap emas. Bu demografiya diye İngilizce'deki demografiden kelgende bu sözün manası. Demografi diyen kadimki Latin tilideki demos bilen grafiya diyen iki sözünü birleştirip yasap çıkan. Latin tilde demos diyen sözün manası adam ve cemiyet. Grafiya diyen sözün manası yiliş, resim yiliş, düşündürüş. Demografiya yakın zaman nüfus statistika tədqiqatını göstərdi. Demografiya degan bu sözünü alınsanlar, düşünsənlər buldu bu yakın zamanda nüfus statistikasını tədqiq göstərdi. Demografiya oxşamagan ölçəm. Qandaq analiz qıldı deyseniz, oxşamagan adamlar misali yer şar dairəsi, irqi və millət, cinsi, maarif səviyyəsi, kirim, işqa urunuşu, ahvali, kasıb, öy mülk huquqi, tug'ilish nisbati, o'lish nisbati, to'y qilish nisbati, diniy tavalliki, siyosiy tavalliki, ig'il tili, jug'rofiya o'rni qatorliqlarni asos qilib nüfusni tadqiq qiladigan narsa demografiya deymiz. Bu demografiya degan mushundaq uchurlardan qiladigan mushtaq chiqqan bir ilm fan sohasi. Yani demografiya uçurunu adette ticaret faaliyetleri, siyaset, diplomat hemen neslen kullanğanda bu adı dünyada bununsiz bir siyasetini biktenmeydiğen halkı kaldı. Kakar boldu mu aşağı bir düşünce bir vite gipini davamlaştırıyor. Əmsə, yəni bir UN'ın bir qara qızıl rənglik bir grafisi var, şunu çıxıraylıçı. Miyada manında səhlab ötkitəyil, nemi üçün nüfus tərəqqi qıb getdi, partlab getdi degəni düşündürməydi. Çünki mening maqalamdım deb ötdüm, Mao Friedman'ın kitabını yaxşı düşündürdü. Məncə bir yerdə qayta dərs ötüşün haceti yox. Yəni bir qrafa. Ya Mao dünyadaki people of the world from 1080 naşlı bir köstüvitaş grafikini, yan bir grafikini. Muşa. Muşa grafikte 1 milyarddan 11 milyardga chiqib bordi hozir. Ma grafik ma qancha 1000 va qaqar bara so'zlab o'tkazgandek qarasanglar 1800-yil kegichi nayt ostamında ilgirilgan. 1800 kelgandiki mush osmonga ko'ksida itilib chiqib ketganda meyatki 7 milyon emas yuqoridagi 7 milyard jumla inglizchada in thousands degan gap bor. Sonni o'qigan vaqtinglarda buning keyniga yana 3 nolni qetib o'qiysizlar. 7 milyon grafikdagi 1 milyon deb qo'yib qo'ygan. Ameliyatda 7 milyon degan in thousands degan gap bor nimaning ichida. Unda deganligi mushu sonni o'qiganda keyniga yana 3 nolni qo'yib o'qiysizlar. Shuning uchun eng asldagi 1 milyard Mao yuqoridagi 7 milyard. Hamma sonni ustini o'qisanglar bo'ldi. Qaqar abay so'zlab chiqqan grafik night muhim mana 1980-yilga qaranglar aldirmay üstü bu aholilarning soni odamlarning. Uning dikillarmış osmonga tikli uchqin turibdi. Okay man, go on. Endi mushu tik uçqanda night bir biz hozir mushu shunday bir qo'rqinch bir davrga kirdik-da, endi nüfus portlab ketdi. Portlaganda 1 milyarddan hozir 9 milyardga chiqdi, endi 11 milyardga chiqqanda to'xtaydi. Ishonchlik oldi to'xtaydi, %100 to'xtaydi. Agar u to'xtamagan bo'lsa, mushu bo'yicha chiqavergan bo'lsa, bu dunyo nihoyat qo'rqinchli, bir-birini yeb o'ltirib haqlar shunday bo'lib ketadigan. Qonun, davlat, tuzum degan narsa hech nima yo'q ketadi. Endi odam ko'z oldiga keltirib bo'g'ilmaydigan bir ofatga kirdi, oxir zamon degan narsadek bo'lib ketadi. Lekin 300 yildan keyin bu narsa tushib ketmoqchi. Lekin men yana bir grafini ko'rsataylik. Ahmadjon, yana bir grafi. Mao grafi biraz muhim. Bu grafida shu men degandek nüfus o'rlayotdi. Ya'ni 300 yildan keyin asta egilib tushib kelyapti, tushidi deb. To'g'ri u. Lekin eng ustidagi seriq rangligi
bu Afrika'nın nüfusu. Ma oturluktaki kök rengi Asya'nın nüfusu. Onun asıldakileri Avrupa, Amerika'nın, G'arbinin nüfusu. Demek bu yerde nim oldu degende Avrupa'nın, Ahla'nın, G'arbinin nüfusu allaqachon tüvengi qarab besilib tushib oldu. Asya'nın nüfusu yine şu 2050 yıllargacha öğrelep 2050 yıllargacha öğrelep onunkin tüvengi qarab mangıl turdu ekan. Afrika'nın nüfusu bolsa ta 2100 yıl hatta 2200 yıllargacha davamlı öğrelep onunkin tüvengi. Şolaşqa bu əgilib düşüşninki şu demografiyası taqsimotı oxşamaydı. Ahla, Avrupalıqlar, Amerikalıqlar hazırdan başlap azlawatıdı. Asiyalıqlar yani östü, lekin 2050 yıl vaqtida azıqılı başlaydı. Asiyanın azısımı Afrika'nın yeni davamlı öğrelep durdu. Öğrelep 2100-2200 yıllar bağında ular düşkül turdu. Şolaşqa birinin aqıdan birisi muşundaq. Hem bu yerdeki en muhim mesele nemi üçün şu nemiga nüfus to'xtab qoladi, tüvengi qarab azlaydi, tushidi deganda jamiyat taraqqiy qilsa nüfus azlaydi ekan. Demak, agar qaysi deya taraqqiy qilmasa, o'rlaverdi ekan, balin tug'iyverdi ekan, ko'payverdi ekan, taraqqiy qilgan sari azlaydi ekan. Ham bu yerdagi azlashga sabab birinchisi burunqi vaqtlarda oila 5 bala, 10 bala tapıdı. O bala 10 yaş kirgen ki 12 yaşta başlap işligil turdu. Öygü pula kirdi. Kalı vakıdı, koy vakıdı, etiz işleydi. Şehirlerde zavut işleydi. O balını jıq tuğsa onun paydası var. O şu çağda. Onun deyil ki hazırki vaqtda nima dese balla işlemeydi. Balla hazır işlemeydi. 15 yaş kirgendim işlemeydi. Ta daşöy çıkışı işlemeydi. Şolaşqa o balını atanı beqiyli verdiğin gap. Ballarının öyge elqi contribution yok. Faydası yok. İkincisi ballarını beqish burun azan qozğun to'g'is qo'yis bol ko'cha chiqib aşı ishlab yürüyordu. Hazır undaq emas. Ballarının tazılık, beqish, xarajatları naytı qimmat. Yaxshi beqish kerak. Onun pul ketadi. Üçüncüsü mektep hazır naytı yıldan yılga mektep o'qitish qimmat bo'lib ketdi. Dördüncüsü nima dese burunqi köp balılık aile, 5 bala, 10 basma aile asasen qeyrsa balla atansını bakıdı. Hazır bakmaydı. Onun dikin en ahırkı sebep hazır tuğut kontrol, birth control olup ketdi. Burunqi vaqtlarda o seks bolsa balı bo'lib qoladi, onun amal yok. Hazır onun kontrol var, onun amal var. Muşundaq sebeplerden Xalqlar bal tug'mas oldu. Bal tug'masning qanday oldu desa, qancha jamiyat taraqqiy qilavergansa, shuncha ayollar az tug'digan bo'ldi. Bu ilqi jazman muqim bir xil nimada hamda ilqi qonuniyat bu. Shunlashqa biz buni Yevropada ko'ryapmiz, Yaponiyada ko'ryapmiz. Endi hozir yeni taraqqiy qilayotgan davlatlardami buni boshildi. Shuni ko'ryapmiz. Mavu agim mushundaq agilishligini Muşuna 3 xil, 4 xil oxşamagan qadam bilan menyapti. Demak, Asiyalıqlar yani davamlıq köpərək tuğdu, yəni köpəyiyatıdı. Avrupalıqlar allaqachon tushyapti hozir, tushib bo'ldi. Yəni davamlıq tushidi. Afrikalıqlar tuğuyverdi. Ular tushishga endi 200 yil bor. Muşundaq bir xil vaziyatda ketib boramiz hozir. Hemşer kichik birimni kirgizib qo'yay, Qahar. Mavi haqiqatan Qahar dedi balı bakmakның təsligi. Men nəvirlərimiz bağlı bir nəvrini, 2 yaşlıq nəvrini bir gün Amerikada bir gün yeslik beriş bir aylığa $2000 kam bo'lmaydi. Yeslik berdiğin. Onundaki o ballarını ügütü mektep, piyano mektep, o mektepler evetse onunla az degan $1000 gidiyor. Muşta bir balını, bir 2 balını mektepten başka, qo'sg'idan başka, uydan başka Amerikalarda 2 balını bir terbiye berishga az deganda $3000 bir ay ketadi. Shuning uchun bir odamning maoshi tankida ham unda bo'lganki ayol hozir ikkisi Amerikada
tən xizmət qılmasa, Amerikanın səviyyə turmuşuğa yetişəməydiğən bu qaldı. Şunun üçün bu ayollar, Amerikan misallarda ayollar məmiz xizmət çıxıb ketkendikin bu tuğuş nisbeti təbii alda kimiydi ekan. Bu ma'abay qaqar iliq leksiya sözlər ötübdü, bugün səklab ötüb ketdi. Mən şu yəni qısqa qart qoyay. Bu tuğuş nisbeti qanda bo'lgan o'sidi, qanda bo'lgan tuvan bo'ldi. Masalan, ayol bu ikki odam. Bu ikki odam o'lib ketganda bu o'zidan jiqroq odamni dunyo qilib qo'ysa ko'paydi. Shuning uchun hozir statistik bo'yicha 2,1%. Agar bu ikki odamning natijasida 2,1% odam bu dunyoda qilib qolsa, bu nopus o'sidi. Agar 2%dan tuvan chiqib qolsa, bu odam nopus kemaydi. Hozir Amerikalarda, Yevropalarda ikki odamning nisbati 1,5-1,6 ga chiqib qoldi. Demak, ikki odam bu dunyodan ketgandan arang 1,5 odamni bu dunyoga qo'yib qo'ydi. Shu uchun kipiydi. Masalan, Arablarda bular necha xotin olgandan keyin ikki odam o'lib ketsa, keyiniga 6-7 odamni qo'yib qo'ydi. Shuning uchun bularning nopusi ko'paydi. Afrikalardami ayollar ishlamaydi asos jihatdan. Masalan, bizning ota-onalarimiz, biz davrda tug'ilgan bizning ota-onalarimiz hammasi 50-yili oldi keyinda to'y qilganlar. Shu vaqtda to'y qilgan ota-onalarning oz deganda 5 dan bolasi bor. Hozir keyin bu Xitoylarning oxiri so'zlaymiz-ku, 5 dan bolasi bor, nopus ko'paydi. Hozirgi nurg'un Uyg'urlarmi bir bolaliq bo'lib ketdi. Baxmaq tez. Siyosat hammadan shosh Uyg'urlarning nopusini kelchib ketgan yoki shuni bilib qo'yinglarmi, ikki buni xalqaro statistik demografiya bo'yicha hisoblar chiqqancha bu o'sish 2,1 dan yuqori bo'lsa o'sidi ekan, tuvan bo'lsa ozaydi ekan. Qahir barat bilan saklab o'tganda qarsam qistirib qo'ydim. Bo'ldi. Ertuğrul, bu Amerikaning universitetlarida hozir normal 1 yillik o'qish haqi qancha? Hozir Amerikaning normal o'qish haqqi hisoblamda qaysi kasbni o'qishingiz qaraydi-ku. Masalan, siz tanlagan kasblaringiz, masalan, if it's like a law school, qonun, business o'qisa, medical, masalan, medicallarning to'laydigan yilimi uzun, ama o'qish nisbati odatga qaraganda odatga uzun mezgilda bitirdi maktabni. Shu 15 ming yili 15 ming dollar tarafida. Yo'q, to'g'ri emas. Medical schoolning 4 yil bitirib kelgan, bizning uydagilar bag'ib degan 4 yil maktabni bitirib chiqqansang, sen 300 ming dollar oz deganda qarz olasan. Hamda o kasb $300,000, not $15 per. Unda hozir odatdagi maktablarmi bizning masalan Kaliforniyada USC shaxsiy maktablar borda, private school. Public schoolda 20 mingni hukumat to'laydi, sen qilgan private schoolga kirsang 1 yilingga oz deganda 40 ming dollar ketadi. Bir semester 15 ming bo'ldi in-state'da, shunga 1 yil 30 ming. Hozir shu Virginia'da demakchi, example qilaylik. Masalan, bizningki shu George Mason University'ninki bir full time semester o'qish uchun 15 ming qo'y. 1 yilda one semester. Yes, 1 yilda 2 semester bor, 1 yilda shunga in-state bo'lsa 30 ming qo'y, 4 yildan keyin shu 30 ming olsa shu 120 ming atrofida. And then graduate school programlar chiqqanda, masalan Ivy League'larga borsan, shu 200-300 ming qo'y qaraysiz, depending on law school bilamdi, medical school bilamdi. Baslar ilgirdeydi, depending on private or public institution. Hem de Meğer bir grafik battı şunu düşündürüyde. İlk 2050 yıldaki nüfus nispeti de bir grafik çıkar koyup sanki. Aşını çıkarma. Bunu Afrika, Asya diyen kelgende şu nim kılaylı. Hem de şu aşırı asaslı hazır haklar dediğim I love my mother but I don't want to be mother. Ben apamni söylemen yaş görmen lekin ben apı boğum yok. Nime etse bu bala Fakatla çıkım ziyandan başka hiç kandak atanığı paydı yok da bu yerde. En ahırı ta bal tutkanı balısını mı bakıdığın iş. Onun için hiç kaçan bu atanığı bula paydı keltiremez. Keşke bulan eğirliğini tatığa. Şuna hazır kılın.
bu birisi bakamaydı. Unçilik cihbanı ekerse onda bakamaydı, o pul yok. İkincisi o paydası bulmagan ekan, xalqlar avtomatik aldılar, tug'mas bo'ldi, azıydı, muşuna o'qitdi. Endi bu yerda Mevlan sordu, 2050 yildagi tug'ish nisbati deb. 2050 yilga borganda Nigeriyaning tug'ish nisbati 176%. Buna aytganda 100 adam 276 ga ko'paydi endi. Keniya, Afrikaning Keniyaninki 138. 138 100 adam 238 oldu. Shunday. İsrail'in 60, Pakistan'ın 57, Mısır'ın 56, Hindistan'ın 34, Türkiye'nin 31, Xitay'ın 2. 2050 yıl olanda Xitay'ınki ya köpəyməydi, ya azaymaydı. Qançalik adam bolsa şu seviyede 2% hem bize köpəydi, şuda toxtab qalıdı. Ama Germaniyanın minus 13. 100 adam 100 German 2050 yılda 100 German 100 minus 13 olsa 87 bu kalıdı. Azı ikide Japonya'nın minus 15, Rusya'nın minus 16. Şunlaşka 2050 yıl olanda Ruslarınki ahali Ruslar hazırki Rusların sanı qaraganda 20-30% azı ikide. Japonya mı aşu? Başında. Japonlar az ekit bardı, Ruslar az ekit bardı, Avrupalılar az ekit bardı. Amerika'da aklamış az ekit bardı hazır. Başında. Bularning köpleşin minus taraf qarab mevcut oldu allaqachon. Xitoyning tang bo'lib qoldi. Ma Afrikaningki, onkin Arab davlatlarining birasi yana yuqori. Shunlashqa ma grafida shuni ko'rganimiz, ma bu taraqqiy qilgan davlatlarning aholisi bunda pastlab tushyapti. Osiyoning keyin tushdi. Afrika'nın 350 keyin tushdi degan. Müşak birimlik tutib o'tkitay, abay qahar barat iliqi odamlarning nüfus tuvallishining nurg'un 5-6 sabablarini ko'rsatdi-ku. 5-6 masalanga balalar ishlamaydi, beqish qimmat, maktab qimmat, cho'nglarni boqmaydi, tug'ut kontrol ijro bo'ldi. Bu sabablardan bu iliqi nüfusning kemayishini Qahar Barat abay tafsili so'zlab o'tgatdi. Lekin Mishak alayda buningga tushmaydigan bir mas'ul bir millat bor. U Uyg'urlar. Uyg'urlarning nüfusining tuvallishining tüp sababi bostirish va qirg'inchilikdan kelgan. Keyin oxirdan tushuntirib o'tganmiz. O sababdan boshqa Uyg'urlarga ma qirg'inchilik, bu Uyg'urlarning ayollarining ko'p sınığa hizmet yok. Ular hizmet kılmaydı. Mesela 7 yıllık köp ayollar hizmet kılmaydı. Afrika'da çok iyi bir alaydı. Ve terbiye fırsat, o Amerika'da o kadar terbiye fırsat yok. Avrupalı bunu kılan bu fırsat Uygur ayollar Şarkı Türkistan'da yok. Şunun için bunlar sınayımızdaydı. Hükümet tarafından bastırışı, tuğulgan ballarını, ayollarını sırışı, atüen keyin sözlep ötmüş. Bular mı biz Uygurlarga haber sözlep ötkenden eng muhimroq bir sabab mushimiki deb o'ylab qolman qo'qar. Bu to'g'ri. Buningga Uyg'urlar kelishdan avval men deb qo'ygan yana bir temani deb o'tay. Bu qiyirlarni kim boqidi? Bundan keyin qiyirlarni hech kim boqmaydi. Qiyirlarni o'zimiz boqamiz. Undan keyin o'lay deganda az qolganda doktorxona sanatoriyaga olib doktorlar, nurslar beqib ashunlar ko'p qo'ydi, o'ladi. Chunki men boqaman deb qo'ying. Sen çok bakma. Hatırcım. Hemen bu yerdeki iş hazır şu bu hazır endi ballarning beshidagi g'am cho'ngladimi cho'ng. Şu vaqt şu soat şu kunlar kelganda. Onun ki hazırmış Amerika'da mı 5 balası varlarmı ata-onasini bir uyga tashlab qo'ydi. Baqamaydi, uyga akiramaydi, qilamaydi, qig'il bo'lmaydi. Reallik buni qabul qilmasa qilmaydi endi. Mana shunday ish. Bu hozir endi dunyodagi yana bir mengayotgan taraqqiyotgan tendensiya aholining dunyo nüfusining qiyirib ketib qolganligi. Bu qiyirib ketish aning ta'siri. Masalan, ma'ning baydidoq Afrika davlatlarida, Osiyo davlatlarida, Arab davlatlarida bu nüfus yana tez ko'payib menyapti. Yevropa, G'arb davlatlarida ozyapti. Endi qiyirish kelgan chog'da
G'arb Yevropaning ko'payyapti, A tarafning yashirib ketib bordi. Qanday yashiryapti desak, masalan, hozir Yaponiyada 65dan yuqorilarning nisbati 28%ga chiqibdi. 28-30% yaqinda. 2050-yilga borganda Yaponiyada 65dan oshib ketgan qiyirlarning nisbati 40%ga chiqdi deydi. Ko'z oldingizga keltiringlar, bir jamiyatda 40% aholi 65dan cho'ng qiyir ketgan bo'lsa, bu jamiyat bir qiyirlarning davlati o'tida, dunyosi o'tidi. Bu shunday ish. Bu qancha taraqqi qilgan sari Yevropa, Italiyaning 23.6, Germaniyaning 20%, Fransiyaning 20% bundaq. Ammo Arab davlatlarini masalan nim qilgan bo'lsak, Qatarning 2% yetmaydi. Qatardagi 65dan tuvalli. Sap yosh bolalarda Qatarning. Arab amirligimi ham shundoq. Mushu ishqi biliqi bu anınki ta'sirsiga qarab menyapti. Bu qiyirish ahvoli bu bir alayid ahvol endi. Aytish qiyratlarda qiyinlar ozga ular chaqal o'rab ketamdiki? Qayerda? Arabda Qatarda sahabat 1%ga bormaydi deysa, ular ülkesi ular da çok qiyinlar buluş için. Tug'ish tez. Tug'ilgan bolalarning soni jiq. Bu davlatlarda 65dan yuqorilar aran 1,5%, 2% shunda oz. Bundaqda tug'ish jiq, nayta tez bo'lib ketgan gap. Endi hozir mana bu yana bir grafini ko'rsataylik, Hindiston bilan Chinani. Hindiston bilan Chinaninki, Hindiston bir demokratik davlat. Lekin demokratik bo'lgan bilan Angliya boshqarmaydigan, o'zlari boshqaradigan demokratiya, shunga bu Hindiston, Bengal, Pokiston deganlarda bu xalqlar hech qachon davlatni, hukumatning gapiga kirmaydi. Tug'iylaverdi. Shunglashqa bu yil 2023-yili Hindistonning nupusi Chinadan eshib ketilgan yil bu. Hozir ikki step bitan qoldi. Hozir mana 3-oy. Bu yilning oxiri kelganda Hindistonning statistikasida Chinadan eshib ketdi. Demak, Hindiston bu yili, mushu yili dunyo bo'yicha aholisi eng jiq davlat bo'ldi. 2050-yilga borgan chaqda Xitoyninki tushib 1.3 ga tushdi, Hindistonning 1.6 milliardga o'rnab chiqdi. Nima sabab desa, bularningki mana qabul qilishi biroz nima. Ammo yangi grafini ko'rsatinglar, Ahmadjon. Ko'rsatsang bo'ldi, ko'rsatmasang bo'ldi. Buni o'qib qo'ysak bo'ladi. Uningdan boshqa bir qancha davlatlarningki nimasini ko'rsatdim men misollarni. Misollardan shuni ko'ryapmizki, bu nupus ishi, demografiya ishi, nayt siyosat ishi bu. Siyosatga bek yaqin bu. Shunlashqa mushkullar bo'layotgan cho'ng-cho'ng siyosatlarning shu nimasi qandaqdir do'st dushman siyosiy ko'z qarash u bilan bir chetdan qolsin, mush aholining nupusining aziyishi, ko'payishi mushularmi mush oq sapda siyosatni belgilashga nayt cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Masalan, siyosatlarning bir misolini ko'rsataylik. Yerusalimda hozir 60% Jewishlar bor, Yahudilar bor. Ammo Yerusalimda Yahudining qizlari oz tug'ildi. Yerusalimdagi Arabning qizlari tozijiq tug'ildi xotinlari. Ba'zilar deydi 50 yildan keyin bu Yerusalimdagi Arablarning nupusi 80%ga chiqdi deb mundaq davatdi. Bunda ahvolasiz qanday qilish kerak? Davlat siyosati ashundan belgilandi. Bir amal choralar qilib, bu Isroiliya davlati shu bir xil irqiy siyosatni ishlatib, arablarni besib, kontrol qilib, nimalarni, yahudilarni ko'tirib, shunday qilish kerak. Endi hozir Amerikada ham shunday ish bo'lyapti. Oqlar namoyish qildi, abortionga qarshi deydi. Oqlar namoyish qildi, anti-abortion qonun har bir shtat undaq deydi. Ma shtatni balni olamiz, yana bir shtat qechib berib oladi, shunday deydi. Nima degan yig'ib kelgan chaqda oqning qizlari tug'mayotdi. Aran pregnant bo'lsa, bolasini chiqarib tashib qarab o'tirdi. Abortion qo'yib doktorxonaga qo'yib. Qima deb saqlab qolmoqchi bularni. Lekin bolalar, qizlar buni olmaydi. Bu Amerikadagi bo'layotgan ish, lekin u Amerikaning bu namoyishlari bu masalani yana hal qila olmaydi. Elimşe bir gap qistirib qo'yaman to'g'ri. Haqiqatan men Amerikada qahar barat deb ketdi, ilaqi aqtalliklarning tug'ish nisbatining ozligini. Boshqa masalan u haqiqat. Masalan men tug'an Kaliforniyada Hispaniklar bularning tug'ish nisbati no'yat yuqori. 5 nima
5-6'dan tug'di. Shuning uchun bizning Kaliforniyada har qanday xizmat qilsang, bilingual ikki tillik bo'ldingmi deydi. Bu ikki tillik degani boshqa til emas. Kimlar biz necha tilni bilamiz, u hisob kirmaydi. İngliz tili bilan Spanish tili. Bu ikki tilni ikki tillik deydi, boshqa tilliklar kirmaydi. Masalan, sen doktor bo'lgin, sestra bo'lgin, ikki tillik bo'lmasa xizmat topmagan tez. Chunki sening ko'ringan og'riqlarning az deganda 50-60%ni Hispaniklar. Ularning tangdan to'sa inglizchani tuzuk so'zlayolmaydi. Shuning uchun bizning Kaliforniyalarda boshlang'ich maktablarda Spanish o'rta maktablar o'tish u bir maktabning kun tartibiga kirib ketdi. Yana bir qahar bar so'zlagandan keyin esim kelib qoldi. Yana bir yil qahar dedi abayliqi qiyirlarning ko'payishi. Masalan bu Yevropa, Amerikalarda bu qiyirlarning ko'payishi buningdan keyin texmi jiq o'sidi. Masalan, hozir ilm-fan tadqiqotlari nihoyat ilgari surdi. Qiyirlar odamlar bundan keyin 400 yil, 500 yil yashash aqcha normal bo'lib qolishi mumkin. Chunki hozir sel genni tadqiqot qilish bu intayin muhim natijaga erishdi. Masalan, bir insonning badandagi selni ulasa, uning uzunligi mishadan aşı quyoshni mush necha piqirvatgidek uzunda. Odatda bir odam qirib o'ldi degan so'z hozir tadqiqotlar qaraganda aşı hujayra deymiz-ku Uyg'urcha sel. Aşı hujayraning ba'zilari buzilgan deydi. Ashning o'rniga yengisini qo'yib qo'ysa odam yashab ketaveradi deydi. Lekin burun uni tadqiq qilmoq bek tasdi. Bu yer shari bilan quyoshning orlig'ini necha trillion kilometr keldigan yerdagi hujayrani bir yer buzuqas qanda tadqiq qildi. Yaqinda Amerikaning Berkeley universiteti uni tadqiq qilib, odamning qayerda hujayra oyliqi buzilgan hujayraning doirasini menda bir 100 mayl qisqa keldi. Demak, mushunda taraqqi ketsa, buzilib ketgan hujayrani ipla yangi hujayrani qo'yib qo'ysa, odamlar 500 yil, 1000 yil yashaverdi, bir o'q tekib ketmişler. Qiyma ko'paydi. Hamma davlatning bir xil demografik siyosati bo'ladi ekanda, demografik ahvoli bo'ladi ekan, u bir davlatning bir o'xshamaydi ekan. Sen hozir masalan Amerikaning Ispanishlarni dedim, ikki tillik dedim. Ispanishlar 1960-yili 3.3%. 3%. Ama Spanish ahla 1960-yili 85%. Okay. 2050 yılga bağında İspanishlar 30%ga chiqdi, ahla 47%ga tushdi. Yani 50 yil mangsa İspanishlar ahlardan chiqib ketdi. Şunlaşqa ma George Friedmanning deydigini bu Texaslarni, Kaliforniyani sizlarning shahar bor, sizlarning o'ylarni boshini chekirdi. Bu İspanishlardan aşı so'qish, Meksikani so'qishib tatib olgan, agar u kelgusida Meksikaliklar u yerda 80% bo'lib ketadigan bo'lsa, kon davonini qilib chiqarib urush e'lon qilib Amerikadan mustaqil bo'lib chiqib ketish mumkin dedi. Shunlashqa sen ishga kerak material ko'chib kelmamsan. Bizning Los Angelesning shahar boshlig'i Spanish bo'ldi. Shahar boshlig'i Los Angeles, Amerikaning eng cho'ng shahrining, eng muhim shahrining boshlig'i Spanish hozir. Endi hozir misol ko'rsatdik, masalan bu Amerikaning misolini ko'rsatdik, Hindistonning, Xitoynikini ko'rsatdik. Demak, bu demografiya ishi davlatning siyosatiga shunday yaqin bo'lgan. Uyg'urlar qanday qilamiz? Uyg'urlarning ahvolini men bunday deb yozdim. Uyg'urlar chechilib ketgan, biz diasporada hamma davlat yashayapmiz. Asasen Avrupa davlatlarida, g'arbda yashagan Uyg'urlar Amerikaning, Kanadaning, Avrupa, ya'ni shu Amerika, Kanada, Avrupaninki modasi bo'yicha xotinlar oz tug'ib, uy kichik, shunday nima desa, u yerda hayot qimmat, shunday qilyotdi. Endi Turkiyada, qisman yerlarda ve başka mındaq nimalarda, O'rta Osiyolarda bola yana burunqi traditsiyalik yo'l bo'yicha yana ko'p bo'lyapti-da. Ham bu yerga kelgan chaqda biz bunda deymiz, zamonaviy taraqqi ketdi, bolani oz tug'imiz deb. Bunda ish yo'q. Ham Uyg'urlar biz qanday qilamiz? Uyg'urlarda hozir birsi Xitoyda bizni maxsus maqsadlik holda genosid qilib yo'qitimiz deb o'ldirib, u yoqdan qilyapti. Biz bu chet elde her bir davlatda aşı davlatning ta'siriga uchrab biz aşı nim qilyapmiz, o'zgaryapmiz. O'zgarganda Yevropa bilan Amerikada biz negativ tarafga, ozish tarafga qarab menyapmiz. Bu davlatlar shunday. Buni ham tushuntirmasak bo'ldi. Lekin Turkiyada va O'rta Osiyoda islom davlatlarida, boshqa yerlarda ashaninki tradisiyasi bo'yicha, chunki bu yerdagi aholi
biz dedik yana 50 yıl 100 yıl davamlı yukarı köpeydi. Şonlaşqa Uygurlar qanday qilish kerak? Yana shu o'zimizningki koni diniy nimlar bo'yicha, urf-odat bo'yicha balani yosh to'y qilish, jih bola tepish. Asli bu 18 yoshligini hamda bir shu qonun deb davlat chiqarib qo'ygan bu amaliyotda insoniyatning nimasiga uyg'un kelmaydi. Taraqqiyotga uyg'un kelmaydi. İnsaniyat odam bolasi 13-14 yoshda balog'atga kirdi. Balog'atga shu chaq toz tug'ilgan vaqti 15 yosh. Mening opam 16 yoshda to'y qilgan. Qancha kichik to'y qilsa shuncha yaxshi, ham ko'p tug'ish kerak, kichik to'y qilish kerak. Eng muhimi o'sha nimaga? Chet elliklarga to'y qilmay, Uyg'urlarga to'y qilish kerak. Shulardan bu yerda biz aytdik, Isroiliyada mana bunday qilsa vatanparvarlik qildi. Xitoyda mana bunday qilsa vatanparvarlik. Bu davlat siyosati shunday qildi. Uyg'urning siyosati bo'lishi kerak. Uyg'urning siyosati nima? Vatanparvarlik, millatni saqlab qolish. Nima desa, yosh to'y qil, ko'p to'y qil, Uyg'urdan boshqa yerga to'y qilma, yotqi berma qizlaringni. Uningkin jiq bola tuqqin. Mushu endi bizningki mush Uyg'urni ko'paytirish, saqlab qolishningki shu bir bizning bir to'g'ri yo'limizda misha kelgan chaqda. Ham bu bizningki islom dinimizdimi? Bu haqiqat bu, to'g'ri bu. Yosh to'y qilish kerak, uy qurish kerak. Mustaqil bo'lib ketib, bo'lib ketish bo'lmaydi. Baldir uy tutish kerak, jiq bola tepish kerak. Bu shu bizning dinimiz. Shunlashqa bu bir Uyg'urlarning o'zimizning konkretni beshimizga kelgan ahvol ostida ko'p bola tug'ish, bo'limi qizlarga gap qilib, yot millatga tegmaslik, yotlarga bermaslik, mushu endi vatanparvarlik masalasi deb qarayman. Qahar misha gapini bir qistirib qo'yay. Ashiliq burun 2000 yil burun Yahudilarni Isroiliyadan ularning bir qo'y qirg'inchilik uchraydi-ku. Manga vaqtida shu vaqtdagi Yahudilarning rabay deymiz, ularnikini. Rabay xalqi shunda debdi, nega basanglar beringlar, ayolinglarni akitinglar, ko'p tug'inglar debdi. Shu siyosat bo'lmasa Yahudilar mushu 2000 necha yil yaqin mayli Yevropaga bossin, mayli Rossiyaga bossin, nega bo'lsa qirg'inchilik uchraydi. Ular shu qirg'inchilikdan saqlanib bugun kunganda Isroiliya bu dunyodagi eng qudratli bir davlatni qurib chiqdi. Shu tug'ish nisbatidan. Hozir abaysamdik bularning tug'ish nisbati mushta tuvallab maqsa, hastigan yana 50-60 yildan Isroiliyada Yahudilar qolmasligi mumkin. Uyg'urlarning tug'ish masalan biz davrimizda ota-onalarimizni shu vaqtda hammasini o'ylab baqsak, az deganda 5. Biz 5 bola ekanmiz. 7 bular normaldi. Hozirma chetlarda millatni saqlab qilish, ilm-fan egallash, ziyolilarning so'zlaydigan gapi bor, bir turish geopolitikadan hech qanday xabar yo'q bu ziyolilarning. Ilm-fanni taraqqiy qildirish orqali millatni saqlab qolmoqda. Bu to'g'ri bir muhim narsa. Amaliyotda ilm millatni saqlab qoldigan eng xalqliq narsa nopus. Nopusning qanchalik ko'p tug'ilishi bu Uyg'ur millatininki saqlanib qolishiningki kernel, yuragi, margizida bu masala Uyg'urlarning saqlanib qolishi masalasi. Amaliyotda Uyg'urlarning nopusining tuvallishi az tug'ilib, Uyg'urlar o'zligidan nopusni az tug'ish bo'lsa, amaliyotda mushumi bir yoshurun qirg'inchilikqa hisoblanadi. Uyg'ur o'z millatiga ilib borgan asta bir qirg'inchilikda bo'ldi. Yoshurun qirg'inchilikqa o'tib ketib bordi. Haqiqatan masalan mamlakatda masalan Uyg'ur nopusining kemishi nihoyat jiq masalalarga uchraydi. Xitoylar chunki Uyg'urlarni yo'qotish ularningki bir strategiyalik plani. Xuddi Uyg'urlar ularning badandagi bir bunday chaplashgan qanimda hech qanday Uyg'urlar ehtiyoj yo'q. Ular faqat Uyg'urlarning ziminiga ehtiyoji bor. Masalan bandit va masalan Uyg'urlarni qirgan Xitoyninki Xitoy Qizil armiyasi kirgan jarayonni hisoblab baqsaq, nimalarni deb qildi mana ippagan harakatlar har bir harakatlarni qirdi. Bandit va aksin inqilobdan tozalash harakatini ipadi. Yerlik millatga qarshi turish, o'ngchilikqa qarshi turish, 3 qarshi va 5 qarshi, cho'ng sakrash, sotsializm tarbiya harakati, madaniyat inqilobi, bo'lgunchi, terrorchi, oshqun qarshi, emgak lageri, jazo lageri, itib o'ltirish, esib o'ltirish, ko'mib o'ltirish, kuydirib o'ltirish,
sinab o'ltirish, zaharlab o'ltirish, tajriba qilib o'ltirish, tug'utda o'ltirish, tug'utni cheklab o'ltirish, ocharchilikda o'ltirish, yoshirin o'ltirish, tinini ilib va organlarini kesib o'ltirish. Umumyuzlik irqiy qirg'inchilik vatanda ilib ketib bordi. Uyg'urlarning sonining nopusning oz bo'lishining asosiy sababi mushu. Uningki Xitoylar qirg'an vaqtida sap bizning 18 yosh bilan 30 yosh o'rtasidagi yoshlarni qirdi. Bular bola tug'ib, bolani ko'paytira oladigan mushlarni qira oladi. Shuning uchun nima bu? Shuning uchun mana chet eldagilar ish bo'lmaganda bizning nopusimizni saqlab qolish uchun shu qahar barat amaliyotda Uyg'urlarning sirtki nopusining ko'payishini va qahrab qilishini ikki narsani ko'rsatdi. Biri ko'p tug'ish. Ikkinchi milliy ilqi Uyg'ur oroli deydi. Bu oroli deb olgan Uyg'ur mahallasi demak. Ikkini qurish. Chunki shu yerda Uyg'ur so'zlab, Uyg'ur qildi. Hozir bizning navrlarimiz maktabdan kelyotdi, so'zi butunlay inglizcha. Ularning dars o balla masalan Xitoylarning bizning Los Angelesda Chinatown deydigan yerlar bor. Aşağıda Xitoylar bütün aşıylık kantonuz Xitoycha so'zini so'zlaydi. Bu Xitoylar o'zining Amerikadagi tilini, ya'ni oliy maktabda doktorlikni o'qiganlar orqali saqlab qolgan emas bular. Shu downtownda, ila ko'chada bunda o'tirib, ila fangiyamay yeydigan Xitoylar. Aşağıdaki Xitoylar u yer bir nima yo'q, shular orqali o'zining downtownda Amerikadagi Xitoy tilini saqlab qolgan. O oliy maktab o'qib ketganlar emas. Shuning uchun Uyg'urlarning hozir bu geopolitika nüfus masalasi Uyg'urlarning hayot mamat masalasi. Bu masalaning numyari faqat ikki narsani to'g'ri dedi. Bir not ko'p tug'ishni, biri oylik burun degan, ma bugun demidi oylik Uyg'ur orollari, Uyg'ur mahallarini qurish. Shuning uchun Uyg'urlar gap shu mishada bu jemi bu Amerikada yer kelgandikin o'ynaydigan fursat chiqdi ekan, yaxshi mashinalarni haydayman deysankan, dunyoga boraman deysankan, buningda yiningda bola bo'lsa qilolmaysan. Shuning uchun bu yoshlar bu bola tug'ish, yoshlar kimib ketdi. Bizning Los Angeles yaxshi Los Angelesga yoshlar asos az deganda 3 bolalik bo'lyapti ish bo'lmaganda. Hozir nima qilyaptilar? Bular nayt yaxshi. Boshqa yerdagilarmi? Va shu sening agiping olib, mushlar ism kelib qoldi. Ham bu yerdagi ish biz bayqawatimizda ba'zi millatlar tez assimilyatsiya o'tadi ekan, ba'zilar oz. Sen degandek Xitoylar nima desa, atidan kashf qo'ng'izimiz o'zining tarixik narsalarni da'vaganki, "Va biz bunda esil haqimiz" deb tug'mi kishigidan tortib, ashad necha avlod o'smay Xitoy bo'lib yuraverdi. Ham o'zimizning millatini etsaq, O'zbeklar bilan Uyg'urlarni solishtirsak, O'zbeklardagi milliy g'urur bizning kuchlik. Men O'zbek deydigan bo'lsa, nayt o'zini cho'ng ko'rsatadi. To'g'ri. Shunlashqa bizga qaraganda O'zbeklar uzunroq turdi. Mayli Arabiston, Turkiya qayerda bo'lsin, O'zbeklar biz assimilyatsiyada keyin hamdi. Assimilyatsiya o'ng'aylik shumaydi. Demak, bu nimani ko'rsatyapti desa, bu milliy g'ururni tiklash. Milliy g'ururni qanday tiklaymiz? Biz Uyg'urlar qanday haq amaliyotda biz dedik, O'rta Osiyoda Uyg'urdek madaniyat millat yo'q. Bu tarixini burun qarab kelgan bo'lsam, bekchi qishlan qilgan biz tariximiz bo'yicha. Bularni millatga tanishtirishimiz kerak. Onun için edebiyat, sanat, bu muzika, her xil nimalar kelgan chaqda bu Xitoylar bizni loxu, qaloq, undaq deganlar undaq emas biz. Bu bizda shundoq chiroyli go'zal sanat nimalar. Ham mushu narsalar Uyg'ur millatida biz shundoq bir esil, chiroyli undan bir millatning farzandimiz deydigan g'ururni, xo'shallikni, o'zining millatini so'ydigan vatanparvarlik ideyani mushu tiklash kerak ekan. Bu bir tashviqot hamdi. Bu milliy g'ururni tiklash masalasi ya bu shundoq bizning madaniyat faoliyatlar, har xil faoliyatlarni qo'yiq ep berish orqali, tashviq qilish orqali bo'lgan ish. Shunlashqa bolalarga o'zimizning Uyg'urning shu nimalarini, madaniyat tarixlarini jiq o'rgatishimiz kerak. Ikkinchi masala, ham bu yerda bir sami dedim biz 5-6 bolalik uydan kelganmiz. Biz hammamiz bir traditsional oiladan keldik. Bu nima desa bir nayt shu o'lchamlik bir yaxshi musulmon oilasi biz. Musulmonlar bir yaxshi yeri. Jiq bola tug'di. Bolalarni undan tarbiyaladi. Adab axloq kelganda undan chin tutadi, buzilmaydi, qish ketmaydi, chechilmaydi. Mushunday ish. Mushundan kelganda bizning o'limalarimiz, bizning diniy olimlarimizning so'zlarini anglayapmiz oz. Mushu
Muşunda qandaqla qilib bir yaxshi milliy imoniy oilni ko'plab qurish ham shuningki ahamiyati qayerda, uning shu nimasi yaxshilik taraflari mushaqtimi jiqroq tashviq qilish kerak. Biz asla o'zimizning imoniga, o'zimizning shu Uyg'urlik oilasiga qaytishimiz kerak. Ham bu yerga kelganda zodi buning farqi nerda? Sen Yevropalashib ketgan balang bilan qanday yashading? Ben milliy Uyg'urcha imonim bilan yashagan bolalar biz qanday yashayapmiz? Buni kelganda biz shu diniy olimlarimiz, o'limalarimiz jiqroq bizga ta'lim tarbiya bersildi deb o'ylayman. Qahabaratlarda bir yaxshi masalan bizning bir balimiz Amerikada yaxshi maktabiga yo bo'lmasa Angliyaning yaxshi maktablariga shu maktablarda bir natijalarni qadalsa shunchalik tashviq qilamiz-da. Chunki ular nurg'un vaqtlar bir bala, ikki bala. Lekin masalan palonchi bir Uyg'ur oilasi 5 bala tepibdi desa, uni tashviq qilmaymiz. Amaliyotda Uyg'urlarningki hayot mamat masalasiga onun o'qigan maktabiga nisbatan aytganda u muhim o'qitayli. Misbay aytgan, ma 5 balani tuqqan ayol biz uchun bu qahramon, bu millatning ulini saqlab kelayotganlar bular. To'g'ri. Mana mushularni, mushundaq oilalarni mukofot berib, biz masalan bir fondi jamiyat quramiz desak, mushunda oilaga yordam beradigan fondi jamiyat qurishimiz kerak. Hamda ilqi Sovetdimi urush tugagandan keyin ilqi jiq bola tuqqanlarni qahramon ona deb mukofot berib, davlat beqib, Romaniyada shunda qildi. Demak, ashumi siyosat. Shuna o'xshash nima uchun desa, shu davlat ashu onalarning jiq tug'ishiga muhtoj. Shuna hozir bizmi shu kunga qilyapmiz. Bizmi mushtaq ko'p balliq bo'lish, ko'p tug'ish, Uyg'urni saqlab qolish uchun shu siyosatlarni, shu narsalarni shu qo'llashimiz kerak. Uyg'urlar masalan nurg'un biz masalan bolalarni yaxshi o'qitib qilganda Uyg'urlarning ilm fan texnik jihatga salohiyatini ko'tarishimiz mumkin. Ko'tarmayotdi. Amerikada nurg'un o'qiyotgan. Lekin Uyg'urlarning Uyg'ur millatining dünya milletining tarix ichidagi umrini uzaytishga uning ancha roli bo'lmaydi. Uning eng muhim roli yana ko'p tug'ishdan keladi. Uyg'urlarning yaman tarafim bor. Masalan, biz balani atvolab, noyati tujublar tarbiyalab, fan texnika noyat ustun bo'lib ketsak, neydi mushtaq bolalar Uyg'urchani unutib ketadi. Amerikacha o'qitadi, Yevropacha o'qitadi. Chunki bular kasbga kirkatgandan keyin kirkatgan siri Uyg'urdan jiroqlab bunday ketadigan gap. Biz ko'rinishda men balamni mundaq dashuvlat o'qitib, hozir bunda isil doktor bo'lib ketdi deymiz, u doktor bolalarning hisob Uyg'ur chiqmaydi. Hozir Uyg'urlardagi bu naytlik bolalarimizni faxrlash ham Uyg'urlarda masalan Yevropalarda Uyg'urlarning oila o'tirib azaldan tortib bir-birini baslashgani bir muhim maryam balam nada o'qidi. Balam qanday invan araştı, balam qanday xizmat urlashdi, balam qanday cho'ng uylarni oldi, qanday mashinalarni haydadi. Bu bizning nurg'un yerlarda bu bizning Uyg'urlar o'tirigi baslashish musobaqaning bir muhim qismi qoldi. Bolalarning qanchalik ko'p bola tug'ildi, nupus Uyg'urlarning hozir amaliyotda Uyg'urlarning geopolitika nimasida yo'q. Uyg'urlar geopolitika bu hukm Uyg'urlarda yo'q deydi. Geopolitikanın en birincisi geometri. Geo degani yer shar zaminni deydi, aholi geopolitika. Mushili to'g'riliq bizningki hozirgi Uyg'urlarda buni biz asosiyatdan nurg'un ana mayli dinzatlar so'zlasimi, nurg'un ular masalan palonchining yosh bolasi 30 par Qur'onni yodlab chiqdi, u to'g'riliq so'zlaymiz. Oilaning Palanç aile 5 bal tuğdu, 7 bal tuğdu, 7 ballık buldu degan bu bizning asas jihatdan bularni madinlash, bularni qo'llash, bularga ma'lum jihatda funda qilib yordam berish bizning Uyg'urlar nopusida asas jihatdan bu yo'q. Hozir bu bizningki o'ylash doirasimizmi emas hozir bu Uyg'urlar. Ilqi 2 balı topsangmi shu Japanni tortsan, 5 balı topsangmi shu Japanni tortsan. Lekin sen 1-2 bal tapsan, sen o'ylab baq, sen ülketsen, senin balan kelgan çoğuganda nayta yalğız ahval tushib qoladi. Tuqqan yo'q. Bütün tuqqanca aile uchun birla, yamiz 2. Bunda yalğızlık bu Amerikalıklar bekçik Amerikalıklar var. Ya hadis yo'q, ya aks yo'q, ya inis yo'q, bir tal mushta çoğu qolgan, u o'ldi tugaydi. Mushta o'qit bar, shonash aziyotgan xalq bu. Bu mushu
endi biz bala çıkıp kes bakamayma degan ma balang çoğun olsa yalnız yaşamda bir öz yalnızmış ya akısı yok ya edisi yok inisi yok mujda bulamda bunu mu oylaş bakış gerek japa okşaş lekin bu ünüme yani okşamaydı. İkincisi biz hazır chet el çıktık. Hani Uygurlar bir nesimiz hujmak yaşaydiganni, ma'luç yaşaydiganni, bir yer ko'p yaşaydigan o'ylashmasak mı? Keşke muşunda yalnız jambe qıtla, onu qıtla, bunu qıtla ötüp barmiz. Birga bir oturup bamısan qanday ahvoling, bir-birisidan buna qo'shnidarchilik bardi keldi. Muşunda yaşashni bo'lishimiz kerak. Şuna bu biz yamanchiq tirishchanliklarni qilyapmiz. Eng oxir kelganda eng yaxshi unumning birisi Uyg'ur mahallalarini qurish. To'g'ri bu mahal qurish. Okey, şimdi. Şunu bugün asas qarasam boshqa xalqlarning fikr savollari bo'lgan bo'lsa, qahar barat javob bersin. Bugün asas so'zlaydiganimiz tugdi-ku, qahar. Tugdi. Men mayada buni bir so'zlab o'tkazmayman. Xitoylarning statistik to'g'riliq bir misol so'zlab qo'ygandim. Bu Uyg'ur bu masala turaversin bo'ldi. Endi bugun mishat bizni so'zlaydiganimiz misha bilan oyoqlashdi, 1 soat o'tdi. Qani fikrlar bo'lgan bo'lsa, qahar barat javob bersin, men hapa deyish berma. Agar fikrlar bo'lmagan bo'lsa, mishat oyoqlashdi olsaqmi bo'ladi. Ben bir soru sorayım. Kahar efendiden ben bir soru sorayım. Bu işte dünyavi nüfus kimeç planı dediğim mavi suikast nezirisiz bir gap bende. Bu gapning ilmiy asosi bormi? Bu vaqtda bilgan bo'lsa o'rtoq chiqmagan bo'lsa, rahmat. Dünya nüfusunu pasaytish kerak degani 10 yil burun uchiqli gap, hamma yerda shunday deydigan gap. 5 yil, 10 yil burunlar. Va yaqinda hozir tuyuqsiz o'zgarib oldi. Hozir Amerika muhti odam kerak. Asta Meksikaning chegarasini echinglar. Chunki Amerika taraqqiy qilmasa, Labor hozir mushu kunda Amerikada Labor yo'q, yetmaydi. Yaponiyada mu shu? Hamma davlatlarda mushtaq qilyapti. Demak, bu ba'zida illegal immigrant, qonunsiz immigrantlar besib oldi deganni qo'rqib ketmasak bo'ldi. Nüfus azaytish plani degani ashiliqi nüfus portlash vaqtida chiqqan ba'zilarninki nimasi plani ham gipi uningmi ma'vu nazariya chiqqandan keyin nüfus to'xtaydigan bo'ldi, azaydigan bo'ldi degan gapni hozir davlatlar, siyosatlar hammasi tushunib bo'lgandan keyin uning roli qolmaydi. Masalan, qahran o'tganda, masalan, ko'chman masalasi, ko'chmanliklarni hozir Yevropalardan nurg'un davlatlar rad qilyapti-da. Uzun o'tmay bu ko'chmanlar u davlatlar talishadigan narsaga aralashib ketdi. Aylanib ketdi. Chunki u davlatlarda emgak kuchi yo'q. Masalan, Amerikani ilsak, Meksikandan bizning Kaliforniyadan oshilar kelmasa, itilliqdagi yangi pomidor mevalarni to'shiydigan, yig'adigan odam yo'q. Charoni kim boqadi? İtilliqlar qilganda shularni kim to'shib, kim mashina akildi? Bularni qilayotgan bizning Amerikadami nurg'unlar shu ko'chmanlar nurg'unlar qarnab bo'lsa, naps yo'q bu yerda. Ashiningmi, ashu dehqonchilikning egalari ashlarga huquq berib, saytga pul berib, ashni ishiltidi. Hukumatmi bo'lib shu kelganda ko'zini qisib, ko'zini yumib oldi. Chunki ular bo'lmasa, bizning Kaliforniya asos bog'vanchilik va dehqonchilik. Bu yerda olmlan kim o'zidi? Men Amerikaga aqtalini chiqib itilliq berib, duppangni kelib olmuzda hech kim qilmaydi. Egisi bular qildi, sap Meksikandan kelgan ko'chmanlar asosi bu butun uning ko'chalarning axlatlarini yig'ish hammasi bu. Ağaç Amerikalılar bir gap bor, va bizning Kaliforniyada Meksikanlar ikki gapda yo'qolib ketgan bo'lsa, Kaliforniyaning ichini axlat besib ketadi deydi. Bütün mush ishni qilyapti. Yana bir 10 yil asta davrning taraqqilishi bilan nima bu ko'chmanlar hamma davlatlar talishadigan bir azizlik narsaga aylanib ketadi. Bo'libmi hozir to'g'ri deysan, masalan, nurg'un yangi odam ishlatmaydi. Masalan, hozir to'mir odam demdik. To'mir odamni deymiz-ku, robot. To'mir odam deb olamdi uni Uyg'urcha, robot. Aşılar masalan hozir Amerikaning qilishicha oldimizki 10dan 20 yil qolgandan keyin ko'rik yasaydigan, qurilish yasaydigan, zavod ish qiladiganlar asosi robot odam bo'lib ketadi deydi.
Onundaki yerlerde o robotlar işlegandan keyin o vaqtlarda odam masalasi ma'lum jihat emgak kuch masalasi hal bo'lib qilishi mumkin deydi. Masalan, robot mangan keyin o robot degan dam olmaydi, osh yemaydi, suv ichgan tursa ishlayverdi ular. Olmaydi. Hozir mashinalar ko'chada yani 10 yildagi hozirgi shofersiz mashinalar ko'chalar paydo bo'lishga boshladi. To'g'rimi? Mashinalar ketaverdi. Siz uyingizda turib ishxonangizda bir knopkani besib qo'ysangiz, o'zi qaytib kelib uyingizda garaj saqlab turdi, keyin qaytgan vaqtda bir knopka bossangiz, kelib sizni akitaverdi. Bu ishlar hozir reallikqa aylandi. Endi bular chiqqandan keyin insonlardagi did ahvoli ko'paydi. Şu vaqtlarda yana bu ko'chmanlar qarshi turish bo'lishi mumkin deydi. Bu ko'chmanlik masalasi hozir bir yili birov Uyg'urlar bir gap bor-ku, ishchay desam ochiq, to'kay desam tatliq degan. Bu ko'chmanlar masalasi hozir bu Amerika Yevropa nüfus masalasida nihoyat bir yangi ziddiyatlik rol o'ynayapti. Biz Uyg'urlar nega var mesela Türkiye'de anlasam Türkiye'de 50 mingdak nima Uyg'urlar bor deydi. Aş Uyg'urlar Türkiye'nin nurg'un ishlarini shular qilyapti-da, ushshaq ularga cho'ng'iylik hukumatning ishlarini bermaydi, cho'ng zavod ishlarini bermagandan aş ushshaq ishlarni shular qilib bir taraf qilyotgan gapda. Şunlar Amerika'nın Trump'ның bir siyaset, Joe Biden'ның bir siyaset. Trump işlerizden etken gap çıkırani, Joe Biden abol bize koyuttuğuna diyen gap. Mesela hem de ahali dese Yaponiya en kıstan bir devlet. Hemiden kıstan devlet. Ama Yaponiya 2050 yılı, 2100 yıl bağın çağda immigrantla 40% bu kitidiki. 40%. Bunda iş. Parijga barsang, Parijga barsang, Parijning ko'chasida mansang bir Afrikani manganda his qilib qolsang ekan-ku, bu yerdagi asosiy butun sirtdan kelgan odam. Ya'ni oqtanliklar, night of Fransiyaliklar oz uchraydi ekan. Ko'chaga barsang. Aşılık xuddi bir Afrikadagi aholi qarasang, Afrikada manganda bo'lsa, nimishqa aşı davlatlar bir chetdan cheklagan bilan bir chetdan shu ko'chmanlar kuchiga qoyinadi. Bu köşmenler kaçıdığan iş mi? Asta azıydı akşaydı. Bu çünkü özünün devletleri terakki vatıdı. Meksika, Latin Amerikalar terakki vatıdı. Ulağı mı emgek gerek? Hem de Amerika'ya geçip verip karnı posup işleşinin acıt kalmaydı. Afrika karaydıgan bulsak burunki o Otur Afrika'daki kalak şu aborigin indigenous o bu diyenler onda emas. Hazır mesela Darüssalam deyimiz Kenya bu devletlerinin terakkiyat diyen naite tiz binaları isin. Munda etögün Afrika'nın mu bunda kaçıdığan işler asta azıyıp özünün adımı özüge kerek ahvalga. Lekin hazır emas. Onun yani 100-200 yıl ketidi. Lekin terakkiyat aşağı qarab mevatıdı. Bizde bir sual var. Mening so'rayganim bayam da o'zingiz deb qoldingiz shu Uyg'urlarning ma'nosi. Buni menmi başta Amerika kelib, Chinatown ko'rgan, Little Italy bor, masalan Spanishlarning neighborhoodlari bor, mahallari. Ben ko'rgan vaqtda men shu vaqtida shu Uyg'ur tilini qanday yozib qo'ysangiz, men Chinatown'da turib baqdim, Little Italy'da turib baqdim. Ba'zi Xitoylar bor, kelgini mendan kelgan 20 yil bo'lganlar. Hech qanday ingliz chiqmaydi. Lekin shu mahallalarning ichida hech qanday to'saqsiz yashab ketaverdi. O'zining tilini yeb ketib. Ular ingliz kerak emasda, lekin Amerikada yashayotdi. Lekin ular o'zining tilini ashi ishlatib, jinni beqib ketaverdi. Masalan, Little Italy'da shu Meksikaning ashi neighborhoodlariga kirsangizmi, masalan, liquor storelar ishlab baqdim. Birasi ingliz chiqmaydi, lekin turmush shunday yaxshi. Ular Amerikada da biz hamda mening ezg'inim men eng kelganda Virjiniya kelgan vaqtda men hamda Uyg'urlar chechilib tug'andan keyin siz Uyg'ur ingliz chiqmasangiz communicate bo'lmaydi ekan, haq teshig'i chiqib qiynalib qolasiz. Shuning o'zingizni zo'rlab ingliz o'rganasiz, asta-asta Amerikalikdek yashaysiz, Amerikalikning urf-odatlariga singib ketasiz. Mening deganim masalan Uyg'ur mahallarini quradigan ish bo'lib qolsa, sizning xayolingizcha biz Muşnak seri çoğun şehirlerde başlaş gerek mi? Ya muşnak Virginia'daki muşnak countryside'larda yaşaş gerek mi? Şimdi bunun çıkısının... Bununki munda Chinatown, Italian town ulağa elki fakat cultural millet bile ihtiyaç yok ulan.
bular assimilasiya bo'lsimi okey, bo'lmasimi okey, u Italiya doim turaverdi, China doim turaverdi. Lekin biz agar Uyg'ur mahallesini qurmasak biz tugaymiz. Bunashqa bizningki Uyg'ur mahallesi qurishimiz va u faqat madaniyat masalasi emas, saqlanib qolish, tirilib qolish masalasi. Ham buni kelganda men o'tgan bir maqolada dedim, bunda yezlar, ya'ni shaharning sirtidaroq bo'lgan yaxshi. Pensiyaga chiqqanlar qayerlar 5-10 oylik berib, azon yerlardan o'ylarni elib, Uyg'ur mahallesini qilish kerak. Onun için şembe yakshanba kunlari yoshlar bolalarni berib, ashad o'ynatib, Uyg'urlarniki bir xil mahalla hayotini o'tkazib, ya'ni yeni kelib, bunday qilib compromise bo'lgan ish o'tirsin. Mushundoq bo'lgan, mencha 100 qish ketib olmushlardek o'rmon ichiga kirib, bunday qilib bo'lmaydi. Lekin bir yaxshi mahalla, bir Los Angeles, bir San Francisco, bir Washington, bir Boston, cho'qim shahar sirtida bir Uyg'urlarning shunday bir 5 oylik, 10 oylik qancha mayli, ammo shu 1-2 soat nersida hamda shanba yakshanba berib, nim qilgan. Qayerlar berib, ayada uzum, qo'g'in, tavuz birinlar ta'tin, bir nimalarni qilsin, yoshlar kirib ishlasin, bolalarni yakib ishlasin. Mushundoq bir xil city and the countryside bilan bir mahallani qursak, mencha biroz reallikqa uyg'un. Ham shuning uchun bunimi yana siyosat bu Uyg'ur davası programmasiga qo'yishimiz kerak. Shunlashqa Los Angeles bir Uyg'ur mahallasi qurish kerak, shart. Washingtonda bir Uyg'ur mahallasi qurish kerak. Uni qayerda qo'y? Culpeper'da quramsizlar, Leesburg bo'lamdi, birini qurish kerak, shart. Bostonda birisi bo'lish kerak, shart. Uni qanday bo'lish kerak? Berib undaq boshqadan sog'ilmay, yana shu xalqlarning tashlandiq azon kichik yezlarga 2 oy, 3 oy, 5 oy ko'chib berib, mendaq ko'paydigan ish. İsrailliklarmi Yerusalimga açtaq borgan, İsrailliklar dastlab 8%, hozir 60%ga chiqdi. Ana bir oila ko'chib borgan. Nima? Men Turkiyaga borganda ikki narsa, Turkiyada mening noita shaxtga ikki masala mening diqqatimni oldi. Biri ajab ismini o'tgan mening paltag'achim bor. Ash odam Uyg'ur mas qurmanda hozir rasmiy bino silishni boshlabdi. Shu odamning qilayotgan ishlari amaliyotda bizning nurg'unlarimizning qilayotgan ishlaridan ming narsa ulug'. Anlasam yana bir necha qurumlar ashlar mushu masalaning Uyg'ur masalasining tüp masalasiga yetib keldi. Masalan, Uyg'ur sirtki bizning aholimiz, Uyg'ur salohiyatini saqlab qolgan aholimiz shu ko'payib tursa, biz Xitoylar bilan ilishishda yengilmaymiz. Bizning yengilishimiz bizning sirtda turayotgan Uyg'urlarningki kimi ishidan. Endi Xitoydan yana Uyg'urlarning chiqishi asosiyatdan oldimizga 10-20 yilgacha yo'q. Endi Xitoy chekidi buni yetdi, Xitoymi yetib ko'zib yetdi. Endi Xitoylar Uyg'urlarni chiqarmaydi. Uyg'urlarning sirtda nopusning ko'payishini biz Amerikada yeng kelgan samba biz 10 dak oila bor, to'g'rimi? Bir 10 dak oilda hozir Amerikada 10 mingga yaqin kishi bolalarni qilsak bo'ldi. Xitoylar buni yetib yetdi. Shu masala Amerikadagi Uyg'urlarning Uyg'ur madaniyatini saqlab va Uyg'ur parvarligini saqlab qolgan bu Uyg'urlarning ko'payishi amaliyotda bizning bu mustaqil harakatimizning eng asosiy choqi. Mangdiganda ikkinchi masala men Turkiyaga borgan diqqat qilgan, sen madaniyat deding. Bu madaniyatni qanday saqlaydi? Men Turkiyaga borganda ilk Taklimakan kitobxonasimi? Shu kitobxonaga kirdim. Amaliyotda o'sha odamlar Uyg'urlarning ichida shu vaqtda men dedim, eng ulug' odamlar ekan. Aş kitapxonaning ichida bizning Uyg'urlarning tarixi, yig'imiz, külkimiz, madaniyatimiz, bütün masalan Yitqaning oldi bor, G'uljig'i bor, nega boraman desam, Uyg'urlarning bütün tarixi aş kitapxonada saqlanib qolgan. Men deb qoldim bu aş odamni shu vaqtda berib dedim, men shu Uyg'urlarning ichidagi eng ulug' odam sizkensiz dedim. O kitapxonaning ichida jimjit, yolg'iz o'tirgan odam. Ameliyatda aşındayak Uygurlar özünün medeniyetini saklayman deyse, Türkiye'deki her bir Uygur berip, öyle qarab bakıp, men muş kitapxonada ağa 20 kitap var mı dep. 20 kitap bolsa, sen üzerine vatanperver deysen buldu. Sen üzerine bir men hakikaten Allah'a işengen bir Müslüman deysen buldu. Eğer şu kitapxonadan 20 kitapını elip öyle koyamısan, senin vatanperverliğin, senin imanın hemmisi bikane. Bekar bir narsa. Aşağıdaki etrafdagi Uyg'urlar juma namoz qaytgandan keyin kitobxonani ziyorat qilish kerak.
bizning Uyg'ur madaniyatlarimizni, Uyg'ur nimalarni mushtaq mal qurish, mushundaq madaniyatni mushtaq kitob qurish orqali biz buni saqlab qola olamiz. Bu bizningki buningdan keyingi hayotimizning vino to'mirimiz mangadigan eng muhim qonlar aşı bo'ladi deb o'ylab qoldim men. Turkiyaga borganda shu ikki odamni hamma bozorlar isim ketdi, ko'rgan yerlar ketdi. Mening muta o'tlam xiyolimda aşı mali qurayotgan kitobxona aşı ikki odam mening qalbimdagi Turkiyadagi eng ulug' inson bo'lib mening qalbimda qolib qoldi. Çünkü gaplar. Başka suallar mı? Qarta hech kim savolmi so'ramagan. Yana bir savolim batdi. Shu masalan, shu malining gapini deganda, hamda meni o'ylaydiganim sizcha biz organization qurib, undan keyin shu malining uylarini setib olib, ijara, hamda butun hamma yaşanganlarni u maliga berib, uy setib olib qilishga hamda mening o'ylab baqsam, hammasining iqtisodiy tam bo'lishini tayin. Hamda ba'zi amaliyotchan o'ylasak, meni o'ylaganim hamda o'ng'ay tarafdan o'ylasak, hamda buni ishchiklashtirishdan o'ylasak, biz organization qilib, shuningga bir bosh bo'lib, shu bir malini tanlab, shu malining atrofida shopping center shu yerga bir oshxona bo'ladi yoki kichik o'zimizning tanlab bozoridek bir nima qilib, o'sha yerga sayinni uyg'urchasi. Masalan, mening o'ylaydiganim Mesela Chinatown'da itlaysan şu özünün nesini körüp turgandan keyin unutmaydı ekan o'ylar. Ko'zdan jiroq, ko'ngildan jiroq deb bir do'kon kirsangiz da sayinda uyg'urcha yozig'liq bo'lsa, hamda qama uyg'urlarning do'koni ki, hamda ba'zi ham kichik bolalarni o'qadish natayin, lekin unutmaydi o'zining kimligini. Hamda azosuma bir ta'sir bo'ldi deb o'ylayman. Undan keyin bu ma'li bo'lish uchun hamda bir organizationga maxsus bir baş bulup, şu bir məlini tanlap, şu yerden bir başlaş gerekmi? Yani de bütün yaşananlarını biz məyəni tanıdıq, muş ətraf köçüb gelinlər degen. I mean, I don't know which option is there. Bunu birazcık natural, tabii buluş gerek. Mesela benim könglim yakın 2-3 aydan bolsa, bir sen pensiyaya çıkıp otursaş öyüngdə. Şunda mı? Yani ben şu Onundan göre bağ uyumuzun setip şu Washington, Virginia'nın bir azam bir yezleri var. Öğünüp 3-4 öğün evasak. Onun için biz bu kapterler 3'ü vardı. Onun için 5 oldu, 10 oldu, köpüydü bu kapter. İkincisi siz degende bu siyasi kollaşım payda oldu. Eğer 3 aile şundak bir Virginia'nın bir yezisi de şunda bir öğü elip mesela Newton değil, Culpeper değil, bir yerle bir 3 tal azan öyle var elip bundan başlasak Virginia'daki Uygurlar çokum kollaydı. Mesela bir misal göster. Yahudiler 12 milyon. Ama 6 milyon İsrail'de 6 milyon çetelde. 6 milyon çetel ki İsrail'e muşu nime çetel ki bay Yahudiler ma İsrail'deki kembegal ma Sovyet'in kegen Uyebin kegenlerini iqtisadiyetin natice kolladı. Benim kapitalim var, zavutum var, bankam var. Ben baramayım İsrail'e. Lekin sizler basanlar mana da bulamına kolladı. Eğer Virginia'da ben kopup Kurban Veli, Tuğluk yatıvermey ma uyunda kop neçimiz berip aşağı bir yer bir yakın azaze öyden neçin elip bir mağlup yaşaylı es akşamları şahmet oynayıp para alışıp oturup duraydı desek Uygurlar teş durmaydı. Hemisi kollaydı. Onun için her bardığanlar oldu. Kollaş naytıcık oldu. Gülünüp gitti. Aşı yeza bir küçük adlı 3 tal öyden 30 öylük Uygur yezisi 5 yılga kalmay terakkip çıktı. Aşını kokmay başlaydıgan Batur gerek ma Paltakundaki. Paltakun aslında Paltakun. Paltakun dedim Paltakcımdan Paltakulcular Paltakun. Ay Paltakcım ne ki aşında bir mali kurgulandı ki keçileri balla oyuna çıkıp oynaydı. Beşiktaş oynaydı. Onu oynaydı. Til degen şunda ya takınıp kaldı. İlk sınıfta ötken bildim meğerim Uygur sınıf var. Bal neverlerimiz avtımız. Şu yerde sütleydi ülkeye geldi yani İngilizce. Ağla bir yer olsa şu balla talağı çıkıp şu yerde Beşiktaş oynayıp şu yerde üzerine game'ler nemin oysa şu yerde Uygur tili aşı arkalı sakınıp kılış ihtimalına açım. At, eşek, koy, öşke, toxu şularını bakımız. Üzüm baran, meyveçi bakılımız, koğun tağız, ubulanı teriyimiz. Kep oynap yep getidu. Ballar degenge hazır nime dese balların apırıp oynatılgan yer yok.
Neg apurdu sa taekwondo diyeler apur pakudu, parklar apur pakudu. Pır piqrapik biyin kildi onda iş yok. Ayak baz degan asman pilak xoşal oynap bildi balla. Şunda iş. Müşahidim gavaqlat məsələn bir yığılışlar bu qalsa, Uyğur yaş ballar həmin əkilmişku, əkərsak o ballar özara şunda oynap getdi. Şu paltacı, vay cadım, paltaxon. Paltaxon dep turay, xap qalmışsın. Paltacım. Paltacım mı? Şu öyünü yin qılğanda həmmimiz bizdimi gumam, məndimi gumam bolğan. Vay Uyg'urlar ashta bir yerga yig'ilsa, uni qig'ini bo'lamdi, Uyg'ur yig'lamdi. Uyg'ur degan salla pul topgandikan yaxshiroq yerga Uyg'urning yirog'iga yerga boraman deydi. Mushta bo'lamdi deb gumon qilib bu ishlar mangmaydigan odamlar jasorati borki. Tavakkul deb ashni tushib qilgan, hozir uyning ostini digon deymizda, ulini silishga boshlabdi. Ana qo'rqma iliqi tushibdikan, aslama Yahudilar bir gap bor, sen dengiz qarab o'tdasan, u yoqqa o'tolmaysan deb. Degandek bu odam aşı boturlik bilan tushibdikan, hozir u ish xeli ko'rinib. Ansam yana bir turkummi, yana bir yerda Uyg'ur mal solimiz deb aytibdi. Undan shu bo'lsa Turkiya deganki Uyg'urlarda alaydan bir modul bo'ladi. Hamda bu malli kelganda biz ilqib bo'lib sun'iy qilib ketmasang bo'ldi. Masalan, Qashqarliklar bir mal qurayli desin, 5 Qashqarlik ko'ngli yaqin, og'ina, shivilar bir xil, tonush bir bo'lsin. Xo'tanliklar bir yer bir mal qursin, o'zlari ozoda, o'z aram xudo, shunday ish. Mening og'inlarim bor shaxmat o'ynaydigan, ularga biz mal qurib biz shaxmat o'ynaymiz. Qaysi nima qo'sha olsa shu, buning ichida ilqi, ortiq ilqidagi sun'iy cheklamalarni qo'yishning hojati yo'q. Lekin bu cho'qim amalga oshida hamma Uyg'urning yuragida, qalbida bormi shunday qilsa. Agar 4 qeyri bir yer qilsa va hargiz tashlab qo'ymaydi, Uyg'urlar cho'qim boqidi, qaraydi, qo'llaydi va davomli bag'ib ashaga ko'chib bordi. Ko'chib bordi. Kimning ashi nima qiyinchilik qilsa u bo'lsa kel, mishada tur, mishada boqimiz biz seni. Beq ketalaymiz, qaraya olamiz. Aşı deyve şu bolsa Uyg'ur ketçe Amir sirtdagi Uyg'urlarning eng muhim bir masalasi balni qayerda baqtiramiz. Aşı məlbət bolsa aşı məsəlimi hal bo'lib qoldi-da. Uyg'urlar bir 10 oylik bir bo'lsa, ashlarning 10 ayol bor, ayollar oyini ashab qilsa, ballarni qarab beqib ketalaydi. Ashlar bir muhim. Uyg'ur sinf nashiyat ochimiz. Uyg'ur sinf odat 2 soat tugaydi, akitidi. No, unda ish yo'q. Uyg'ur məlsiga borsang, bir kun kechkishida 2 kun ashab kech kunduz qo'nib buna bulduğu Uygur sınıf bu. Oynap vallahi diyen. Hem ders oynap, hem aşağı oyun tamaşa vallahi'ninki. Bunda yaxşı olur da. Burama ben bu meselelerden bir hiyali parang dettim de. Hiyali parang bom det. İşte aval hiyal buldu. Paltacım in işte salımen digenimi guman kıgan bu adam kılalım. Hazır qarsak o boğan diken bu boluduğu işke dep bununla mendimi hakikaten rasburka işkenci peyda buldu. Bu hakikaten Sılımen dep tushdilar, buningga bo'ladi degan ishonchi paydo bo'lib qoldi. Bu yaxshi fikrki. Okay? Okay. Gaplam tugdi, ham savolinglar bormi? Savol bo'lsa, beraylik, bo'lmasa. Bo'ldi. Mishada xulosalaylik. Pidayevga hamsi bizning gapimiz, savollarimiz, gapimiz tugdi. Yana boshqa qahar baratma, yana tayyorlayotgan boshqa programmalar bo'lsa, mana qizim Nurshan mening bizning kuyog'il nima Atilla bular mana hozir nayt bizning talantliq bolalar undan keyin bu Uyg'ur madaniyatiga Uyg'urga bo'lgan mehr muhabbati nayt cho'nqur qo'shilib shu yig'in qatnashmaganiga men nayt qo'shilyapman. Meni o'g'lim Danimi bor bu yerda. Mushunaq. Bo'ldi, men yo'qildim bu Rusyanni ko'migidim mening avval kichik vaqtida asayliqqa Harvardning endi uyda vaqtimda Harvard universitetining shu vaqtda ko'ribman bir naqshini aytib beribdi o qiz bola. Bir damdil mana. Ma cho'p bir oylik o'qitibdi. Bo'ldi, gap tugdi hamsi. Bo'ldi hamsi, xo'shamisa. Rahmat. Yapmanglar ko'p rahmat. Didan fikrımda başka şey olmuş, jig'vatsangiz bo'ldi bu to'g'rimi?